juda ham oyoqlarim og'rirdi, bo'g'inlarim og'rib, og'ir holatda kelgandim de. Bo'salmasdim oyog'im. Mana Assalomu alaykum qadrdonlar. O'zim o'qituvchiman. Maktabim zinalardan qiynalib chiqib, tushishlarga qiynalganim uchun ancha og'irlashib, oyoqlarim og'rib qolgani uchun shu yerga keldim. Juda ham oyoqlarim og'rirdi, bo'g'inlarim og'rib, og'ir holatda kelgandim de. Bo'salmasdim oyog'im. Mana Allohga ming qatla shukr, mana kelib oyoqlarim yaxshi ishladi. Faqatgina bilan bo'g'inlarga emas, organdagi hamma a'zoga ishlov berishar ekan, asalaralar bilan. Tualetga ham ochig'i, endi ochiqni aytish kerak, yeta olmasdim. Mana o'sha arat anosi bilan Allohga shukr, oyoqlarim ham yengil. Shu jumladan ichlaringizni tozalashga damlamalar berishar ekan. Ana o'shalardan ham yaxshi bo'ldim. Allohga shukr, yengil ketyapman. Mana endi yotgan kasallar ham siz kelganda ancha og'ridingiz, ancha yaxshi bo'libsiz, uchib yuribsiz deyishyapti. Zinalardan chiqishga qiynalardim. Hozir zinalardan bemalol chiqib tushib yuribman. Hamma narsa o'zlarini ichida, yeyish-ichishingiz, ana ular vrachlari ham, hamshiralari ham, mana shu yerda povurlar ham hammasi insonlar yaxshi odamlar ekan. Shirin so'zlarini ayashmaydi. Nima so'rasangiz o'shani muhayyo qilib berishadi. Xohlaganingizdek mazza qilib dam oldim men. Uychilar oldik, azon terapiyalari bor. Bundan tashqari o'zingizga organizmga moslab lecheniyalar yozib berishadi. Mana bugun men Allohga shukr uyga ketyapman. Soppa-sog' holatda ketyapman. Yana Xudo xolasa ikkinchi Koreyaga kelaman. Iloji bo'lsa sizlarga men tavsiyam hammalaring mana shu Sergeli mavzeida joylashgan Asalari Med klinikasiga kelishlaringni tavsiya beraman.